Musulmon odam mehnatkash bo'lish kerak. O'zining tirikchiligini, o'zini nafaqasini zimmasiga olish kerak. Bola chaqasini, hattoki shunday bir fatavolar bor. Bandani nafl ibodat bilan oyoq beli og'rib, charchab, horib qolgan holatidan ko'ra halol kasbdan charchab, horib qolgan holati Allohga xush yoqadi. Halol kasb bu ibodat. Musulmon odam mehnatkash bo'lish kerak. O'zining tirikchiligini, o'zini nafaqasini zimmasiga olish kerak. Bola chaqasini, hattoki shunday bir fatavolar bor. Bandani nafl ibodat bilan oyoq beli og'rib, charchab, horib qolgan holatidan ko'ra halol kasbdan charchab, horib